Hürmetli bizni tomosha qilib turgan muxlislar, Dalabozor umum ta'lim maktabining hayoti hammani qiziqtirsa kerak. Shuning uchun men qisqacha aytib o'tmoqchiman. Dalabozor umum ta'lim maktabining zamon talabiga mos qurilgan yangi binosi 2017-yildan boshlab foydalanishga berilgan. Shu yili maktabimizga 11 yillik status berildi. O'quvchilarimiz yangi binoda barcha talabga javob beradigan fizika hamda biologiya kabineti uchun yangi jihozlar keldi va ta'minlandi. O'quvchilarimiz nazariy bilimlarni olib, amaliy holatda tekshirib, tajriba o'tkazish uchun barcha jihozlar bilan ta'minlandi. Hürmetli o'quvchilar, bizning maktabimiz nafaqat bilim, balkim kelajakda biror bir kasb tanlash uchun o'z faoliyatini olib borayotgan bilimdagi hisoblanadi. Shuning uchun o'quvchilarimiz o'z qo'l buyumlarini ishlab, mana shu ko'rib turgan muzeyimizga barcha o'zlarining qo'l buyumlarini shu yerga topshirib o'tkazishadi. Bu ham bizning katta yutuqlarimizdan biri hisoblanadi. Hürmetli o'quvchilar, Dalabozor umum ta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilari ham ta'lim va tarbiya olib kelmoqda. Tayyorlov guruhi uchun alohida xonalarimiz bor. Bu xonalar jihozlar bilan jihozlangan. 1-4 sinf o'quvchilari ham o'zlariga alohida kabinetlar jihozlangan. Ana shu xonalarda bilimli ustozlarimiz o'quvchilarimizga ta'lim va tarbiya berib kelmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilar. Dalabozor bilim beruv maktabida mana o'ziga yarasha ajoyib kitobxonamiz bor. Bu yerda siz xohlagan har qanday o'zbek tilida, qozoq tilida, rus tilida, ingliz tilida kitoblar topishingiz mumkin. Bu yerda o'qigan kitoblar bo'yicha treninglar o'tkazishga imkoniyatlar bor. Hozirgi kunda bizning maktabda kitob o'qish va ana shu o'qigan kitoblari mavzusiga oid treninglar o'tkazish bir urf-odatga kirgan deb aytsak adashmaymiz. Buning uchun biz birgalashib harakat
qilmog'imiz kerak. Hurmatli ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Bugungi kunda bilim dargohimizda 700 dan ortiq o'quvchilar ta'lim tarbiya olmoqda. Mana shu shart-sharoitlarni to'liq ta'minlangan natija bo'lsa kerak, bugungi kunda o'quvchilarimiz har sohada, fan olimpiada bo'lsin, san'at sohasida bo'lsin, sport sohasida bo'lsin, katta yutuqlarga erishib, nafaqat tuman, viloyat, balki respublika miqyosida tilga olinayotgan maktablar qatoridan joy oldi. Dalabazor maktabining a'zolari zo'r, Tehramovka tarafdan qilinayotgan ishlar. Kollektiv o'ta jipiz, inoq, ahil. Darslar hammasi zo'r o'z vaqtlarida o'tadi. O'quvchilarning tartiblari, formalari hammasi o'rni-o'rnida. Darsga qatnashishlari, davomatlar.